Voqeamni aytib beryapman. O'zbekistonga borsam, aeroportda o'zida kaltak yeyman. Aeroportda o'zida kaltak yeyman. Undan tashqari, mani ichki ishlar vazirligi polностью mani ishimni ochib, millatga, davlatga qarshi chiqqanligim tufayli, prezidentni so'kkanligim tufayli mani yaxshigina itarishadi. Obezyankada urishadi. Undan tashqari yana delo ochiladi. Undan tashqari statiya qo'yiladi. Shu bilan kamida где-то bir 2 yilga ketaman-da keyin. 1-2 yilga ketishimdan oldin yaxshigina mayit qilishadi meni. Men buni bilaman. Men bilan nima qo'ymayman.